Hemen şimdi geliş. Ben muhalefetini aldım. Vurmaya döktü mi? Yeni hazır. Harfalda. İyi bir ağır vermeye etti. Kechagina yengillashdingiz. İnşallah. Birinchi seansda bir 60% yengillashsizlarga xursand bo'lavering. Bor. Hiç foydasını bilmem lekin. Ancha bor. Bir iki geldi lan diye var. Kechagidan yaxshi, ha? İptalar bilen yaxshi. Ertalab kelganingizda yaxshi. Ağır. Ağır tutduğumdaki iptalar var. Qarang. Telegramdan bir ikkita mashq tashlab o'shalarni qilib bo'lsangiz yengillashasiz, to'g'ri? Rejim qilishingiz kerak. Bir 15-20 kun o'tirmay turasiz, lekin dummani qo'ymay turasiz. Hozir mutqalarni ochib chiqdim. Yengillashasiz. Ertaga bir qilib turganingizda qo'ziydi. Nima qilishni aytaman sizga. Yengillashdingizmi og'a? Ajoyib. Shifo bo'lsin. Ajoyib. Alloh razı olsun. Zo'r. Qayerdan keldingiz? Nimalar aytmadingiz-ku? Biz Qashqadaryodan keldik, kitob degan joydan. Aha. Qashqadaryodan kitob degan joydan. Akamiz ketgan oldin eng katta akamiz, Domla akamiz. Shuni tavsiyasi bilan keldik mana. Shifo topdilar. Kichkina akamiz, eng kichkinamiz. Yaxshi. Ana shu bezbog'lar necha yillardan beri bezaklarda endi yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Xudo xohlasa, og'a. Shifo bo'lsin. Xudo xohlasa yaxshi keting. Endi yaxshi bo'lib ketadi.